Zulfiya men ham o'ynab yurganim yo'q, halol mehnatdaman taraxchilikda. Sentyabrga bolalarga maktab forma qilish kerak. Bolalarga kiyim? Ana, ish ham boshlandi, bitta mashina kelyapti. Duo qilib o'tirgin-a, o'g'limni barakasini bersin. Qani? Voy dod, meni urib ketishdi, nonko'rlar. Yaxshimi sotib nima qilib yotibsiz? Basharangga qo'tirjaman, shu hozir urib ketding-ku. O'zi sakrab yotib oldingiz-ku. Bo'pti-da, yozaman ekanda, tushunmaydi odam ekan. Yuring, banisiga boraman. Banisiga bormayman, banisiga olib borasan, 102 qiladi. Tilhat o'zingga mo arini uyasi. Nima qildingiz unda? Hamma narsani ham yaxshilik yo'l bilan hal qilsa bo'ladi-yu. Voy. Aka, mana shu go'shtingizdan 5 kilo berib yuboring. 5 kilo? Nima qilasiz 5 kiloni? Uka, mashina bilan urganingni aytdim, o'pirib yubording. Mana shu qo'yib ataman, go'sht bitiradi. 5 kilo bering aka. Bering aka, ko'tarib olasan. Aka, bu kalbasangiz halolmi? Biz halol yo'l bilan pul topamiz-da. Kalbasa. Xalas. Qovurg'amni sindirding, jon aka. Bitta qovurg'aga bitta kalbasa. Uy, ichida bo'lmaydigan darajada uryapti-yu. Opa, zarli pomadangizdan bo'lsa, ayolimga ikkita berib yuboring. Endi oshirib yubordingiz. Buni nima qilasiz? Bo'lmasa yozaman ekanda, jon aka. Bo'ldi, bering, ikkita bering shundan. Voy, bultirgi jonim-ey. Ras. Ha, shundan olib berasan. Nima qilasiz buni? Olib berasan dedim, olib berasan. Bo'ldi, olib beraman, qayt turing. Ko'zlarimda uyqu yo'q. Nech pul edi? Ana bugungi plan ham to'ldi. Jon aka, hamma narsangizni olib berdim. Tavba qildingmi? Tavba qildim, o'ylagan. Narsalarni menga qo'ydi. Sur shopir, qaytib yo'limdan chiqma, bor. Ye. Halo. Ha, Zulfiya? Dugonalarimiz bilan gapimiz bor. $2 ishlab keng. Shuni birato'la ertaroq aytmaysanmi, Zulfiya? To'xtab tur. Sen qiz tanimayman dedi. Nimaga like bosasiz u? Like bosgan yo'q dedim, olsangiz sovaraman. Latta. Ayol kishiga ham qo'l ko'taradimi? Chumo. Ye'onayni. Onangni dedimi? Zulfi bo'ldi, hal qildim. Yirni kelin chiqdi. Onangni deganing uchun ham javob berasan.